Assalomu alaykum, hurmatli Abdulla Nig'matovich. Men bloger jurnalist va eng asosiysi siz bilan bundan deyarli 10 yil avval ko'rishgan tadbirkor ayol Fotima Jo'rayeva bo'laman. Bugun sizga 10 yillik sarsongarchiliklarim, ishonch va aldovlar orasida qolgan hayotim va taqdirim haqida so'nggi umid bilan murojaat qilmoqchiman. 2017-yilning aprel oylari esingizdami? Sentyabr oylari-chi? 2018-yilning iyul oylari esingizdami? To'g'ri, sizni esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, chunki minglab aholi bilan uchrashasiz, minglab tadbirkorlar bilan uchrashasiz, xalq bilan uchrashasiz. Boshingizda mingta tashvish, mingta o'y. Lekin u kunlar meni yuragimdan chiqmaydi. U bo'lgan suhbat, u bo'lgan uchrashuv bir umr menda, miyamda muhrlanib qolgan. Lekin aynan o'sha uchrashuv hayotimda juda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi-yu, 10 yillik sarsongarchilik va kurashlarga ham sabab bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesi Halqobod mahallasiga namunali mahalla proyektini ko'rgani kelganingizda meni o'sha paytdagi yurtboshimiz, lekin 14-yildagi bosh vazirimiz bo'lgan Shavkat Miromonovning 05-05/121-1 sonli bayonnomasiga asosan 14-yil 4-dekabrda 990-sonli Toshkent shahar hokimining 990-sonli qaroriga asosan qurilgan bolalar hamda aholiga savdo maishiy xizmat majmuamni ko'rgandingiz. Ya'ni axlatxonaga to'la 200 metr joyda 50 metr joyi obod qilib gullab turganini, o'sha joylarni chiroyli bo'lib qolganini ko'rib, ko'zingiz quvnab, bu ishlarni kim qildi deb savol berib, o'sha paytdagi sobiq shahar hokimi Rahmonberdi Jahongir Usmonov va Sergeli tuman sobiq hokimi Baxtiyor Sultonovni chaqirib meni so'ragandingiz. Siz bilan gaplashib, suhbatlashib, tilaklarimizni aytganimizda xursand bo'lganingizdan qolgan 150 metr axlatxonani ham kelinglar, shuni ham qilinglar deb berib o'rgandingiz. Sizga bergan lafzim, sizga bergan va'damni deb uylarimgacha sotib, o'sha joylarda obod qildim. 150 metr axlatxonadan 140 dan oshiq axlatni olib, 200 moshina tuproqlar to'kib, o'sha joylarni obod qilib, gullatdim, yashnatdim. Bolalar hamda aholiga savdo maishiy xizmat majmuasi, ko'ngilochar majmualar, muzqaymoq shoxobchalarini yaratdim. Endi yaratdim deb aytayapman, aslida bu yerda oilam bilan, turmush o'rtog'im, farzandlarim, yaqinlarim, do'stlarim barchamiz birgalikda o'sha narsaga o'z hissamizni qo'shdik. Bir kichkinagina joyi obod qilish, yurtimizni bitta bo'lakchasini obod qilish baxtiga biz muyassar bo'ldik. O'shanda siz Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesiga kelganingizda biz bilan uchrashgandingiz. Keyin o'sha 35 sotik yerni menga qiling deb sentyabr oyida kelib, 5 oydan keyin kelib, ko'rib, xursand bo'lib duolar qilib ketgandingiz. Lekin hech qanday natija bo'lmagandi. Ya'ni menga hech qanday qaror yo'q, qo'limga biror bir bayonnoma tutqazilmagandi. Men Sergeli tuman hokimi Baxtiyor Rahmonovdan so'ragan protokol qani deganimda bitta namunasi deb bitta narsani berib qo'yishgandi. Shunda 18-yilda men ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga murojaat qilgandim. Hozir ularni ham shu video murojaatimga ko'rsataman, qisqacha bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli Abdulla Nig'matovich. Rost so'zimni nimadan boshlashni ham bilmay qoldim. O'tgan 2017-yilning 24-aprelida siz Toshkent shahar sobiq hokimi Rahmonberdi Jahongir Usmonov, Sergeli tuman sobiq hokimi Rahmonov hamda Sergelidagi mas'ullar sektor rahbari Abdunabiyev, Ro'da boshlig'i Atayev hamda ko'pgina mas'ullar bilan shu hudud Sergeli tumani Halqobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida ko'p qavatli binoni obodonlashtirish, shu hududni chiroyli qilish bir taklifi bilan bir aylangani kelgandingiz va shunda men yangi qurib bitkizgan bolalar hamda aholiga savdo va maishiy xizmat markazimni yonidan o'tib ketayotganingizda qiziqib chaqirtirganingizda siz bilan tanish baxtiga muyassar bo'lgandim. U paytda Rahmonberdi Jahongir Usmonov ketib, o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev kelgandi. Meni
2018-yildagi Toshkent shahar hokimligida o'tkaziladigan ochiq eshiklar kuniga taklif qilishgandi. 2018-yil 15-sentyabr kuni Jahongir Abidovich tadbirkorlar bilan tashkil etgan ochiq eshiklar kunida qatnashib, o'zimni bolalar hamda aholiga ko'ngilochar majmua muzqaymoq shoxobchani tavsiya qilganda ularga juda ham yoqqandi. Yurtimizga, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich hozirgi kunda tadbirkorlarga berayotgan e'tiboriga, bosh vazirimiz hozirgi kunlarda yelkama-yelka harakat qilib ularni ham berayotgan e'tiborlarga va Toshkent shahar hokimimiz Jahongir Abidovichga juda ham katta cheksiz minnatdorman. Bu yerda ham siz bilan ko'rishgandik. Ochiq eshiklar kunida ham menga ham ko'pgina tadbirkorlar ham katta imkoniyatlar va'da qilingandi. Rostini aytsam, men o'sha 17-yilda sizning lafzingizga ishondim. Sizni so'zlaringizga ishondim va o'zim bergan lafzimni, sizga bergan lafzimni ustidan chiqib bajardim. Lekin ming afsuski, mana Xudo xolisa keyingi yilga 10 yil to'lar ekan, sizni bergan lafzingizning ijrosi haligacha bajarilgani yo'q. O'shanda Toshkent shahar hokimi Fuat Xo'jayev imzosi bilan mana 19-yil 4-fevralda 113-sonli qaror ham chiqarildi. Mana hammasi mavjud. Mana o'sha qarorlarga tapasyomkalar, o'sha qarorlarga ilova qilingan yerning qoziq qoqilgandan keyin barcha hujjatlari mavjud. Qo'limda yo'q hujjati o'zi yo'q deb bemalol ayta olaman. Sizga bergan va'dam, sizning topshirig'ingiz va Vazirlar Mahkamasining bayonnomalari ijrosi uchun hatto uylarimni sotdim. Sarmoyalarimizni tikib, Qo'ylov 5 mavzesidagi qarovsiz axlatxonani obod qildik. Boshqalar o'tishga ham cho'chiydigan joylarni obod maskanga aylantirdik. Ana shu haqida Toshkent shahar hokimligi matbuoti ham kerak bo'lsa, o'z sahifasida videolarni joylagan. Ularni ham ko'rsataman. Uylarni sotgach, ijaraga chiqib ketdik. Mana hozir o'g'lim o'g'il bo'lib bo'yimga yetib, qizim qiz bo'lib bo'yimga yetib turgan bir paytda haligacha ijaradaman. To'g'ri, tadbirkorlik qilyapsan-ku, hamma yo'g'ing bor deyishingiz mumkindir. Lekin men o'sha davrda kreditlar olib, o'sha joylarni obod qilib, lekin sizga bergan va'damdan keyin ham o'sha joylarni obod qilish uchun qarzlar olib, uylarimni sotib qilgandim. U kichkina sarmoya bilan bo'lmagandi. 200 metr joydagi axlatxonani obod qilib, tozalab, u joylarda giyoh o'sadigan darajaga keltirish oson emasligini hamma yaxshi biladi. Endi bugunga kelib nima seni bezovta qilyapti? Qo'lingda qaroring bor ekan, kadastrlaring bor ekan, qo'l zabivach qilingan ekan, tapasyomka, hamma narsang bor ekan, nima seni bezovta qilyapti deb har kim savol berishi mumkin, hatto siz ham. Lekin bugunga kelib yaqinda 20-may kuni bir blogerlik faoliyatim yuzasidan bir ayol murojaat qilib qoldi. Yig'lab, dod solib murojaat qilib qoldi. Konservatsiya, Vazirlar Mahkamasining foydalanmayotgan yerlarni, qurilishi bitmagan binolarni vaqtinchalik to'xtatib qo'yishmi, shunaqa konservatsiya degan masalasida murojaat qilib qoldi. Shunaqa uyim tushib qoldi, Fatima opa, yordam beringlar. Hech nima qilib bo'lmas ekan, na sotib bo'lmas ekan, na rekonstruksiya qilib bo'lmas ekan, hech nima qilib bo'lmas ekan, na kafillikka zalogga qo'yib bo'lmas ekan. Deyodi, men u haqda hatto eshitmagan ham ekanman. Shaffof qurilish tizimida meni joylarim konservatsiyaga tushib qolibdi, deyodi. Haligi ayolni qilgan murojaatini bir o'rganay degan maqsadda o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tanishishni boshladim. Hujjatlar bilan tanishishni boshladim. Shaffof qurilish geoportaliga kirishni boshladim. Bilasizmi? Shundan keyin qani o'zim ham yerlarimni ko'raychi deb shu tersam, ularni ham taqdim etaman. Meni ham yerlarimni shaffof qurilishga, konservatsiyaga tushirib qo'yishibdi. Ya'ni noqonuniy qurilmaga aylantirib qo'yishgacha olib borib qo'yishgan. O'sha joylarimni barchasini konservatsiyaga, qo'limda qarorlarim turib, barcha narsam turib, konservatsiya bahonasida mendan tortib olishmoqchi bo'lishyaptimi? Esingizda bo'lsa, o'tgan yili tuman prokurori o'rinbosari bilan bog'liq mojaroda sizga video murojaat qilgandim. Bu narsa butun ommaviy axborot vositalari orqali tarqalib ketgandi. Shunda Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari men bilan bog'lanib, o'zini Maqsudbek deb tanishtirgan, bog'lanib, "Opa keling, ishlaringizni hal qilar ekanmiz.
bosh vazirimizni ko'rsatma xati keldi, Toshkent shahar hokimi Umurzoqov nomiga ko'rsatmasi xati keldi dedi. Bordim, haqiqatdan qo'limga sizni ko'rsatma xatingizni ko'rsatdi. Bir nusxa bering uka degan iltimosimga esa, yo'q opa, kechirasiz, buni bera olmaymiz. Sababi bu mutasaddi vazir nomidan to'g'ridan to'g'ri hokim nomiga chiqarilayotgan ko'rsatma xat. Bundan sizga nusxa bera olmayman degan vaj bilan bermadi. Hay mayli dedim. Nima qilamiz desam, ha hujjatlaringizni tayyorlang, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Mutasaddilar o'sha Maqsud ismli yurist va boshqa men bilan bog'langan matbuot-yu barchasi o'shanda Shavkat Umurzoqovga yo'llagan ko'rsatmangizni ijrosini ta'minlaymiz deyishdi. Ammo ish yana o'sha natijasiz. Maqsud bilan yozishmalarimni kerak bo'lsa, istagan joyingizga taqdim qilib beraman. Shahar hokimligiga barchasiga qilgan murojaatlarimni ham taqdim qilaman, ularni berayotgan javoblarini ham. Taxminimcha, o'sha ko'rsatmangizdan keyin sizga ishni ijobiy hal qildik deb yolg'on hisobot berishgan ham bo'lsa kerak. Chunki o'shandan keyin hamma yo'q to'xtadi. Siz esa, siz bularni ortida mendek nogironligi bo'lgan 10 yildan beri bergan lafzi uchun, sizga bergan lafzi uchun ijarada sarson yashayotgan tadbirkorni taqdiri yotganligini negadir anglab yetmadingiz. Bir og'iz mendan biror bir mutasaddi orqali hal bo'ldimikan ishi deb so'rab qo'yishni ham negadir lozim topmadingiz. Oxirgi paytda savollar girdobida juda ham ko'p savollar girdobida qolib ketyapman. Savollarim juda oddiy, lekin og'riqli. Agar 2003-yildagi Vazirlar Mahkamasining 401-sonli qarori bor bo'lgan bo'lsa, agar o'zingiz tasdiqlangan bayonnomalar bo'lsa, nega bugunga kelib raqamli xaritalar va shaffof qurilish portali orqali mening qonuniy mulkimni noqonuniy ravishda konservatsiya zonasiga kiritishmoqda? Nega o'z vaqtida tapasyomkalar qilib, qoziqlar qoqib, hujjatlashtirib bergan apizilarimni qilishimda, ishchi loyiha, eskiz loyihalar qilganimda barchasini imzolagan dalolatnomalarga, hatto qurilishni qabul qilish dalolatnomalariga qo'l qo'yib, foydalanishga yaroqli deb o'z imzolarini bosib tasdig'ini bergan mutasaddilar bugun butun boshli loyihani meni mulkim ustidan tortib o'tishib, yo'qqa chiqarishmoqda. Siz so'zlaringizga ishongan tadbirkorning jazosi bo'lyaptimi bu? Sizga bergan lafzi uchun, sizni so'zlaringizga ishonib, o'sha joylarda obod qilib, xalq uchun harakat qilgan tadbirkorni qilayotgan ishlariga jazomi bu? Nima qilishni ham bilmay qoldim. Konservatsiyasi masalasi chiqqandan so'ng vaholanki to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligiga o'z murojaatimni berdim. 21-may 2026-yil kuni. U yerdagilar esa urbanizatsiya milliy qo'mitasiga ham murojaat qilishimni aytishgandi, ularga ham murojaatimni qoldirdim. Bundan tashqari tadbirkorlarni qonuniy vakili Prezident administratsiyasi huzuridagi biznes ombudsmanga ham murojaat qildim. Kelayotgan javoblar meni to'g'risi yo kulishimni, yo yig'lashimni, nima qilishimni aytib bera olmayapti. Bosh rejaga o'zgartirish kiritishni so'rayapsiz deyishyapti. Qonunda orqaga qaytish kuchi bormi? Men bosh rejaga o'zgartirish kiritishni so'ramayapman. Men qonuniy menga tegishli bo'lgan o'sha paytda sizlarning Vazirlar Mahkamasining protokoli bayoni bilan ajratilgan va ular asosida qaror chiqarilgan yerlarni to'g'ri kiritilishi, texnik nosozlikmi yoki atay qilib qilinganmi, nima qilib bo'lgan bo'lsa ham to'g'rilab qo'yilishini so'rayapman xolos. Shuncha yildan beri mana soliqlardan mulk solig'i, yer soliqlari to'lab kelyapman. 2017-yildan buyon. Hammasini to'lab kelyapman. Hammasini bajarib kelyapman. Hammasi qo'limda bor. Kadastr,
huquqim, orderlarim bor. Lekin shunda ham meni joylarimda noqonuniyga chiqarib qo'yishgacha borishyaptimi? Ertaga meni hamma yo'g'imni tortib olib, hattoki uysiz qoldirib, meni ko'chada qoldirib, hamma yo'g'imni tortib olib, ertaga noqonuniy qurilmaga chiqarib qo'yishmoqchimi? Nima deyish mumkin buni? Men davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatga ishonaman. Kim nima desa desin, men ishonaman. Va ularning agar aytayotgan gaplari joylardagi ijro hokimiyati, ayniqsa ijro hokimiyati tomonidan to'g'ri bajarilsa, O'zbekiston gullab ketardi degan fikrdaman. Bugun ham aynan shu murojaatimda ham yana bir bora davlatimiz rahbarini so'zlariga tayangan holda sizga murojaat qilyapman. Yurtboshimiz aytdilar. Agar biror bir mutasaddining kelajakdagi qabul qiluvchi qarori yoki farmoni yoki so'zlariga ishonib tadbirkor mablag' sarflasa-yu, lekin o'sha narsa amalga oshmasa, o'sha aytgan mutasaddi to'liq kompensatsiyasi bilan tadbirkorga to'lab beradi dedilar. Va o'zingiz bilasiz, Abdulla Nig'matovich, 2026-yilning 7-aprelda Senat tomonidan ma'qullangan yangi qonun ham aynan shunday xatolar uchun javobgarlikni va tovon puli to'lashning aniq mexanizmini belgilab berdi. Men endi o'z haq-huquqlarimni ushbu qonun doirasida va prezidentimiz aytgan so'zlari doirasida talab qilishga majbur bo'lib qolyapman. Chunki na Toshkent shahar hokimligi, na qurilish bosh boshqarmasi va na boshqa mas'ul organlar meni muammomni, sizni ko'rsatmangizni hal qilishga harakat qilganlari ham yo'q, bunday istagam yo'q ularda. Men bir ayolman, onaman, tadbirkorman. Ikkinchi guruh nogironi bo'lishimga qaramay, yurtim rivojiga o'z hissamni qo'shishga harakat qilayotgan shu yurtning farzandiman. Sizdan ortiqcha hech narsa so'ramayapman. 9 yil avval bergan lafzingizni ustidan turishingizni so'rayapman xolos. Mutasaddilarga aytayotgan gaplaringizni ijrosini talab qilishingizni va o'sha ijro ta'minlandimi yo'qmi? Faqat bir tomonlama ulardan emas, mendan ham so'rashingizni. Kerak bo'lsa, o'sha joyga odamni jo'natib, qo'lingizda hujjatlar bilan ko'rishingizni so'rayapman xolos. Men so'rayotgan narsa faqat adolat. Adolat va yana bir marotaba adolat. Bu o'yinlar, bu byurokratiya hammasidan charchadim. Bu murojaatim esa meni so'nggi umidim. Yoki qonuniy faoliyatimni himoya qilib bering, yoki prezidentimiz aytganlaridek menga yetkazilgan 10 yillik barcha moddiy va ma'naviy zararlarimni to'liq qoplab bering-da, yeringizni oling. Bering o'sha ko'zini go'laytirib 9 yildan beri bergisi kelmayotganlarga. Hurmatli Abdulla Nig'matovich, iltimos e'tiborli bo'lsangiz. Xuddi shu yo'sinda, shu murojaatimga Shahnoza Shavkatovnani ham chaqirib qolaman. Ijtimoiy himoya agentligini. Ya'ni ikkinchi guruh nogironiman, ijtimoiy himoyaga muhtojman. Va albatta gender tenglik masalalari bo'yicha bugun juda katta ishlar qilayotgan Saida Shavkatovnani ham chaqirib qolaman. Ayol kishiman, yordam bering. Biznes ombudsmanni chaqirib qolaman shu murojaatimga. Mana qo'limdagi shuncha hujjatni yo'qqa chiqarayotganlarga javobgarlikka tortish vakolatingiz, protest kiritish vakolatingiz bor. Bosh prokuraturani chaqirib qolaman shu murojaatimga.
Bo'lmasam ilojim yo'q. Bosh vazirni sudga beraman. Abdulla Nig'matovich, meni sizga hech qanday yomonligim yo'q. Lekin bir narsani biling. Ijrosi ta'minlanmagach, xalq ijrochidan xafa bo'lmaydi. Aynan o'sha qaror chiqarayotgan, o'sha va'dani berayotgandan xafa bo'ladi. Men esa kimdan xafa bo'lay?